Ne oldu? Assalamu alaykum qarindoshlar, vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 20 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sharqi Turkiston sürgün dokumenti Aile, ayollar, yoshlar va kishilik huquq ministri Gulvarim xonimni bu programmamizga taklif qildik. Gulvarim xonim, programmamizga xush keldingiz. Va alaykum assalom, xush ko'rdik. Oldi bilan Gulvarim xonimning Aile, ayollar, yoshlar va kishilik huquq ministri bo'lib saylanganligini qizg'in tabriklaymiz. Nom sharifingiz yarashsin, xizmatlaringiz qutlug' bo'lsin. Amin, amin. Aytganingiz kelsin. Bugun biz Gulvarim xonimning suhbat orqali biz bilan qondosh, tildosh, dildosh va taqdirdosh O'rta Osiyo qarindoshlarimizning ahvoli bilan tanishamiz. Türkistan deb atalgan bu bepiyon zaminda biz hech vaqt sen, men deb ayırgan emas. Bu bepiyon zaminda taki Qashqardan Qozongacha o'rtaq tilda, o'rtaq yoziqda aloqa qilgan biz 100 yil burun. 100 yildan keyingi bugungi qarg'inimizda ko'nglimiz azir ko'pdir yerim bo'ladi. Biz bu ahvollarni bugungi Gulvarim xonimning suhbati orqali tanishimiz va o'zimizning mustaqillik to'g'risida suhbatlashamiz. Oldi bilan biz Gulvarim xonim bilan tanishib o'taylik. Gulvarim xonim, o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barcha aziz qarindoshlar, hamma salomatmisizlarmi, yaxshi turibsizlarmi? Jurat o'g'il apandim, rahmat mush ekranga chaqirib, bizdan biror xabarlarni, uchurlarni olay debsiz. Rahmat, Alloh razı olsun. Jurat o'g'il apandimmi, bizniki uchur hamda aloqa ministrimiz. Endi o'zim to'g'riliq so'zlaymanmi-ki? Doim O'zingiz so'zlab bersangiz. Men Gulvarim To'xtaxon qizi 1955-yili 8-oyning 8-i, ya'ni 8-avgustda Qozog'iston Cumhuriyeti Uyg'ur nahiyasi, ya'ni Olmaota viloyatiniki Katman degan yezida dunyoga keldim. Ota-onam rahmatliklar o'qigan kishilar intelligent oilasidan, ya'ni dadam rahmatlik gidrotexnik bo'lib xizmat qilgan, onam rahmatlik ustoz bo'lgan. Shundaq bir oilada dunyoga keldim. Shundaqla bizning Katman yezisi shu rayonlarning ichidagi yezlardan bir eng esil bir xosiyatli yeza deb atildi. U bo'lsa bizniki shu qahramon qizimiz, Batur onamiz, Nazgum xonimninki, Nazgum onamizningki makonlagan, izlar qoldirilgan bir joy. Bundan siz bizniki Sadir Palvon otimizniki, Batur otimizniki iz qoldirgan hamda shu yerlarda buloqlarni ichib, shu chul bayavan etizlarda tog'larni aralarida buloqlarni ichib, shu Sadir buloqlarining suyunidan ichib, Nazgumning o'nkiri nemisidan o'tadigan shu g'olning suylarini ichib biz cho'ng bo'lgan insonlar. Men o'zim shu Uyg'ur o'rta maktabini Katmanda bitirib 72-yili unutgan Tashkent davlat universiteti vaqtida Vladimir Ilich Lenin nomida ketdi. Shu universitetni fizika hamda fizik atmosfera fakultetiga tushib 5 yil davomida yaxshilab bitagandan keyin Chimkentga berib, Qozog'istonning Chimkent shahrida biz vaqtlarda bizning davrimizda направление datdi qayoqqa ko'rsatma bersa, yo'l bersa, shu yerga berib xizmat qilishimiz kerakdi. Shuningla shu Chimkentga bergandan keyin aeroportda men bir yarim yilda xizmat qildim. U yerga xizmat fizik atmosfera bo'yicha havo yo'llaridagi osmon parvoz qilib uchgan samolyotlarninki, aeroplanlarninki lyochiklariga biz havo yo'lini sizatdik. Keyin apam rahmatli qaytishgan keyin men Olmaotaga qaytib kelishga to'g'ri keldi, onam rahmatlikdan. Kelib qarindoshlarimga ega bo'lishlardan ega bo'lish, o'zim yolg'iz qiz bo'lganlikdan ailemizda biz 3 o'g'il, bir akam rahmatlik, 2 inim bor. Shunlar qaytib kelishga to'g'ri keldi. Olmaotaga kelib men Gidromet sentrida biroz ishladim, undan keyin ustozligimni qilay deb shu Mashhadga Uyg'ur ham rus maktabiga shu fizik darsidan dars berib ustozlik qildim.
90-cı yılı bu özüңler bilsizler. Jahannın içinde bu tünkürüş dep koymazgı. Şundaq vakiyalar bo'lib ketdi. Sısır bizninki şundaq bir çoğun devlet çeşildi. Vaqtda bizninki endi ahvalımız hakikaten qiyin ahvallarga tushdik. Sısır çoğun bir devlet respublika çeşilib ketdi. Şu vaqtda da Gorbachev chiqib o'tirg'i kech qurilish soat 11'deki bo'lgan передачада, ya'ni nimda axborot deymiz, novostlarni yangiliklarni beradigan programmasiga chiqiblar, mana Sovet hukumati chechildi. Har kim o'z egiliginglarga ega bo'lib, har kim o'z oldinglarga yashaysizlar bo'lmaydigan dedi. Biz hammamiz shunday kech qurilish soat 11'deki xabar bo'lgan ekan, hammamiz hayron qoldik. Bu qanday ishlar deb. Şu bo'ldi-yu, endi chechilgan kelga bo'linganni bo'riyar degandek, bizniki davlatimizda intayin qiyinchiliklar uchirdik. Nurg'un korxonalar yopildi, maktablarda qisqartishlar bo'ldi. Shuning bilan u yerdan oldigan maoshlarimiz bizning oilalarni nima qilishga yetmaydi, ta'minlashga. Shuning hammamiz shu bozor iqtisodi bilan bozorga chiqib ketdik. Bozorga vrachlarimiz yurgan. Qozog'iston mustaqil davlat bo'ldi. Siz Qozog'iston fuqarosi bo'ldingiz. Endi siz undan keyin bu Sharqiy Turkiston ahvoli qanday qaradingiz? Shu chaqda. Sharqiy Turkistonning ahvoli endi bu bizniki shundaq bir cho'ng imperiyada, endi Sovet hukumati shundaq bir chechilib ketgan edi, shundaq bo'lib ketgan edi. Bizning bu yoqlarga o't tutishib, u yoqlarda mana shundaq bir bo'linishlar bo'lib, har kim o'zining egiligiga ega bo'lib, vataniga ega bo'lib ketadigan ishlar bo'lishi mumkin. Bu o't tutish mumkin degan bilan biz albatta xush bo'ldik. Biz o'zimizningki mana shundaq egemenlik deymiz. Bizningki mana shundaq erkinlik chiqqanimizga bek xush bo'ldik. O'zimiz ega bo'ldigan bo'ldik deb. Rahmat. Shundaq bo'ldi. Albatta biz shu vaqtda shundaq bir yaxshiliklarni kutgan dedik. Nurg'un vaqt kutdik, ta hozirgacha kutyapmiz. Amal qancha endi ayning 15 qarang'i 15 yo'riq deydi-ki, shu yo'riq kunlarimiz keldi-ku deb biz umid bilan yashayapmiz. Siz hamda bu qatim Sharqiy Turkiston sürgün hukumatiningki oila, ayollar, yoshlar va kishilik huquq nurg'un vazifalar birlashgan bir ministrning ministri bo'ldingiz. Ministerlikning. Siz bu vazifaning o'tishini chiqa olayman deb qaramsiz? Endi men bu safar Allohning buyrug'i bilan necha odamga bu yerdan bizning O'rta Osiyodan, ya'ni Qozog'istonga 3 odamga chaqiriq kelgan bilan shu ishki Masimjon bilan Malikjonga viza chiqmay qoldi. Men yolg'iz uchishga to'g'ri kelib qoldi. Endi men nurg'un yerlarga shu qayerda bizning bayrog'imizni ko'tardik, qayerda bir shularga vaqirab olmizga, dushmanimizga ashaddiy dushman bo'lgan, faqat bizga emas, butun dunyoga dushman bo'lgan, butun dunyoni qo'lga davotgan bir tajovuzlarga biz qayerda bo'lsin bir bayrog'imizni ko'tara olmizgan, qayerda bir ishimizga nafratimizni, la'natimizni chiqara olmizgan degan yerlarga men nurg'un qatnashdim endi. Ona bag'ishlaydi. Shundaq ko'p aylandim. Turkiyaga berib 2 yil uda mashatni shavotgan qarindoshlarimiz o'sib berdi. Ashagin berib Uyg'urlarimizning ahvollarini, Sharqiy Turkistonliklarning ahvollarini ko'rdim. Shundaq berish nimam bilan bu safar endi Amerikaga chaqirilib qoldim. Saylamdan o'tdim. Saylamda vakillikka biz berdik, u yerdan o'tib qoldim. Undan keyin chaqirish bo'lib qoldi. Shu chaqirishda Alloh taolo egamning rahmati bilan shu qilgan emgaklarimni Alloh taologa yaga ko'nmasdan sunun tepsiga layiltib chiqarib, meni shu Amerika o'xshash bir yiroq davlatga til bilmasammi, Alloh taologa o'zi yetaklab meni shu yerga olib qo'ydi. Sizlar o'xshash bir qarindoshlar bilan ko'rishib, men 9-navbatlik bu saylamga qatnashib, bundan keyin bo'lgan u yerda mana shu yangi saylash komitetlari, yangi saylash ministrlarini hammasini men u yerda ko'rib, hammasi bilan bek xush bo'ldim. Saylangan insonlarimizning hammasi xuddi bir uzuk ko'z tushgandek tushdi bu safar. Men bek xush bo'ldim. Bizniki sobiq raisimiz G'ulom Usmon apandimning go'zal bir nima desa bo'ldi. Uyushtirib, go'zal faoliyat uyushtirib, chiroyli uzatdik. Albatta, unda ustozlar bizga doim kerak, faxrimiz. Uningda sir tushadi bizningki shu ministrlarning bu apparatning ichiga, hukumatning ichiga kiradiganlarni saylangan vaqtda hukumat degan men intayin tushunkurman. Hukumat degan bu hukumat. Hukumatga biz albatta
bütün vücudumuz bilen, bütün tenimiz bilen eşeğe hakikaten yaxşı insanlar saylanğanımız, hakikatçı insanlar saylanğan olsa, biz çokum onu kuvvetleşimiz gerek degan oylar bilen o'tadim. Şu yerime bizimki yaşlar her bir ministerlik saylanğanlar, başçımızga reislik saylanğanlarınki hemisi intayın hazır yani sözümü qaytlap qalmay bu intayın Uyg'ur'unki bir chiroyli go'zal so'zi xuddi uzukka ko'z tushgandek tushdi. Men bek xushal bo'ldim hammanglarni men bugun fursatdan foydalanib yana bir marta muboraklayman. İşlerimizde cho'ng utuqlarni tilayman. Mushu bizningki qorong'u tunlarimizdan chiqishga hammamizning adil, sadoqatli bilan, jasoratli bilan hamda var intizomlarni foydalanib şu yorug' kunlarga yetishimizga Allohdan tilayman. Hamda o'zimiz bo'shashmasdan xizmat qilishga biz endi jinimiz, tenimizda chog'da tayyor. Rahmat. Siz o'sha qurultayga kelganda siz bilan tunji ko'rishdik. Siz nihoyat jonliq, ochiq fikrlik Qozog'istondagi bizning Uyg'urlarning ahvolini, Qozog'istondagi Sharqiy Turkistonliklarning ahvolini tanishtirdingiz. Biz Turkistonliklar amaliyotda gerçi biz Sharqiy Turkiston hozir yanıla mustaqilligimiz uchun kurash qilayotganimiz bilan biz Turkistonda anchada hech qanday to'salg'isiz aloqa qilayotdik va sening mening demaydik. Ammo hozir biz endi bir tarafda Ruslarning, bir tarafda Xitoylarning ta'siridan bizda nurg'un yezikda, tilda, nurg'un ahvollarda bo'linish bo'ldi endi. Biz shuni bilgimiz keldi. Shu Qozog'istondagi hozirgi Uyg'urlarning ahvoli qanday? Siyosiy qarash bo'lamdi, madaniyat ahvoli, cultural ahvoli, til. Siz shuni bizga bir oddiylashtirib bir so'zlab tushuntirib bergan bo'lsangiz, Uyg'urlar qanday qaraydi? Bu bir esil savol bo'ldi. Hammamizning tegishli bildigan bir material bu. Endi mundaq aytganda, masalan, Qozog'iston davlatimiz bizningki egemenlik chiqqanda, ya'ni erkinlik chiqqan vaqtdan boshlab bizningki boshqargan prezidentimiz, sobiq prezidentimiz Nursulton Nazarboyev Abish o'g'li bo'ldi. U yoq 30 yil xizmat qildi. Xizmatida intayin cho'ng o'zgarishlarni butun dunyoda tinchlikni saqlashga, butun bizning Qozog'istonimizda o'zinglar bilsa 137 millat yashaymiz. Shularning hammasiningki bir do'stlikda yaşab bir yoqidan bosh, bir yoqidan qo'l chiqarib, shundoq bir-biriga bo'lgan samimiylikda yashashga chaqirdi. Chaqirgan intayin go'zal bo'ldi. Nurg'un o'zgarishlar qildi, nurg'un xizmatlarni qildi. Keyin bizning hozir prezidentimiz Qasım-Jomart To'qayev Kemilovich o'g'li u yoqma intayin cho'ng yaxshi xizmatlarni qilyapti. U yoqniki menga qilayotgan xizmatlarda mushu ruhoniy janguruv degan xizmatni qilyapti-chu. Mushu millatlarning do'stligi millatlarning do'stligi bayada tinchlik bo'ldi. U davlatningki go'zalligi hamda o'zininkini mustahkam tutib turish uchun bu intayin cho'ng xizmat deb shundoq chaqiriqlar bilan ruhoniy janguruv degan program bilan ketayotir. Men intayin yoqdi bu programmasi. Chunki bu ruhoniy janguruv degan program bu ruhni kirgizgan narsada hamma narsa bor. Hozir sizlar so'rab o'tgandek madaniyatimiz bor, u yerda tilimiz bor, bizningki urf odatlarimiz bor. Mana mush ishlarimizni bizning Qozog'iston davlatimizda intayin yaxshi olib ketibmiz. Normasi bilan shundoq yaxshi olib ketyapmiz. Bizningki maktablarimiz va o'zinglar bilsizlar, bizningki burun til kelayotgan maktablarimiz va uning hech qanday bizda qarshilik, uning bo'lginchilik, undaq narsalar bo'lmadi. Hech qanday ziyon keltiradigan narsalar bo'lmadi. Uni to'g'ri deb aytishimiz kerak. Bizda 62 maktab bor. 62 maktabningki 11si bizningki ana tillik maktablarimiz, to'liq ana tillik maktablarimiz. Shu 11ning ichida ikkisi mush Almutida gimnaziya. Birisi 153 maktab Drujba mahallesida, hozir burungi Drujba, hozir do'stlik mahallesi deymiz. Shu yerda bir gimnaziyamiz var. U yerda shu 1,5 mingga yaqin o'quvchi bor deyman, xatolashsam. Shu yerdagilar kechirsin meni, biroqdan undaq gimnaziyalar intayin cho'ng bo'ldi. 1300-1500 gacha o'quvchilar bo'ldi. Undan sirt shundaq u yerda tillarni bu Uyg'ur maktabi bo'lgandan keyin Uyg'ur tilini o'rgandik, qozoq tilini davlat tili deymiz. Davlat tilimizni cho'qim bilishimiz kerak. Davlat tilimizni cho'qim u yerda 100% yaxshilab bilib chiqib, hattoki bir olimpiadada o'rin olib kelayotgan ne esil bolalarimiz bor. Undan sirt yani ingliz tilini o'rgandi ular. Undan sirt rus tilini o'rgandi. Shuni bilan bizningki Uyg'ur tilimiz bilan qo'shib 5 tillik bo'lib chiqdi, bunday aytganda, Uyg'ur maktabida o'qiyotgan. Undan sirt bizning Sultonqo'rg'on degan yana bizning ma'lumimizni bilasizlar. Ko'pchiliklar mush Olmaotada tijorat qilib, mashallah xizmat qilgan odamlar, ilmiy ishlarimlarni yapmagan odamlar bo'lgandan keyin qarindoshlarim
101-ci məktəb Sultan Qorğanda. O 101-ci məktəbdə mə şundaqla şu 1200-dən oşuq balı oxuydu. Jıraq deməsdən, yaxın deməsdən şu ata-analar şərək ballarını toşub oxutuatıdı. Şulağın min rəhmət. Min rəhmət. Şıqılıb kirəcəkdir. Şu ballarımızdan həmisidən məsələn niyə yaxşı alımlar, niyə yaxşı sportdan bulsun. Ondan sırtım şu dərslərini hər qandığıdan bulsun. Nurğun немне епкеватучу биринчилик орунларын епкеватыды. Onu da men şu istiqamet qıvatqa yerim bizning hozir Zaryavostok mahallasi. Zaryavostok hozirgi Shapag'at deymiz. Shunday mahallada istiqamet qilma bu bizningki Baraxolka deymiz, hamma bizni tanishib ketgan bozor, eng chong bozor. Hozir bu bozorimiz burungislar ko'rgandek bozorlar emas, hozir shunchalik madaniyatlik, shunchalik o'zgarib ketdi, shunchalik amdan bo'lib ketdi. Shu yerda bizningki 150-ci maktab bor. Murat Emrayev, professor, doktor, shundaq olim odamning ismida atalgan Murat Emrayev nomidagi 10-sinfgacha yuqori o'tira maktabi bor. Bundan bizningki jildilar necha bolalarimiz, masalan bir klassdan 10 necha bol bitasa, undaq aytganda, shu bolalarimizningki hamsili bir cho'ng o'qishlarga tushdi. O'qishlarga tushdi. Bir yerda xuddi shundaqlar shu 5 tilni cho'qim o'rganib chiqdi. Onu da sırt yani xalqan tilleri olsa yani övündü. Bu tilla mana meşe kirdiğan tilla var mı atab ötken tilla. Şundaq onu da sırt bizninki yerket tevessidi mi mektepler var. Bulan Nazım namıdaki mektep var. Xellem Raif namıdaki mektep var. Yerket tevessidi ondan başka Canbol Arlaş mektebi var. Ağla ikisi ana tıllık mektepler. Ondan başka mektepler de şu Uyghur rayonundaki yezlerin adab otasın vaxtını köpeyip gitti. Bizim ketmende şundaq aralaş mektep var. Ben oqa vaxtladım arlaştı idi uyada. Birden 8 kişi Urs klass, birden 10 kişi Uyghur, birden 10 kişi Qazaq. Şu vaxtlarda biz Uyghurdan A, B hem de V dep Qazaqçıga bölünetdi. Şunu üçümüz oqып çıqatdık. Şundaq bir-birimizden samimiy şunchalik bir qarindosh biz degan bir Türkiye tilliqlarının içinden çıkan hemimiz bir aka qarindoshlar, dinimiz bir, tilimiz bir, urf-odatlarimiz bir, birbirimizga bo'lgan qadinas do'stlar bo'lib, hozir mush kungacha shundaqlar bor. Endi arsidan chiqib qolgan bir yerimtal qumloqlar aramizda shundaq bir ziddiyatlarni sep qo'ydi. Amerika biz ularga doim chaqiramiz. Undaq nimlarga biz qarindosh biz degan qarindosh xalq, biz hech qachon bir-birimiz bilan bir so'qishib ko'rgan emas biz. Shuning uchun biz o'zimizning do'stligimizni saqlash uchun har qanday shunday ig'vogarchiliklarga ya bo'lmasa shunaqa provokatsiyalarga ishonmanglar, jim turinglar bo'ldi. Nima qilardinglar undaqni hukumat va bizning hammamiz Qozog'iston grajdan bo'lgan keyin hammamizga o'xshash hukumatimiz va hammamizga o'xshash bayroqni ostida hammamiz birga. Shuning uchun undaq bir ig'vogarlarning, provokatorlarning so'zlariga kirib qalam qancha to'damanglar degan nasihatlarni qilamiz. Rahmat. Bundan sırt dep detaymi? Siz gap qiling. Ondan sırt yani bizning o'zinglarga ma'lum bizning geistlarimiz var. To'rt geistimiz chiqdi. Biri Cumhuriyetlik yani chet davlatlardan oldigan Uyg'ur ovozi geistimiz. Yo'g'on gezit o 4 bet, 6 bet top chiqdi, 8 bet top chiqib ketgan kunlar oldu. Shunda yo'g'on gezit o'zim. Onun sırt bizningki mush Olmaotadan chiqadigan yani Aziya bugun geistimiz var. Uyg'ur rayonidan cho'njida chiqadigan bizningki elevatsiya degan geistimiz var. Musha elevatsiyaga mening dadam rahmatlik vaqtlarda o'zim ashulaga o'zining maqolalarini yozatdi. Hozir mana mushu kamgacha shu gest saqlanib kelyotdi. Yerkat tavasida chiqadigan Yerkat sadasi degan bir geistimiz var. Onun sırt yani bizningki jurnallar bor. Ayollarga atalgan intizor degan jurnalimiz var. Uni bizningki mushu vatanlik nima Abdug'ofur kam boshqarib etmangdi. Uyg'urlar ayollarniki intizor degan jurnalimiz var. Uşaq bolalarniki G'unchi degan jurnalimiz var. Undan sırt yana dindan İhsan degan jurnalimiz var. Qaysi jurnal qoldi yana? Axborot jurnalimiz var. Başında yana jurnalimiz chiqdi. Onu da sırt bizningki nima Qudus Xo'janiyarov nomidagi bizningki Uyg'ur teatrimiz var. Uyg'ur teatrimizning xizmati shunchaki yaxshi bo'lsin keyingi vaqtlarda intayin tarixiy narsalarni ko'rsatib kelyotdi. Biz maktab bolalarini shu yerga opirib ko'rsatib, ularning texnik zehnini echish uchun, o'zimizning tariximizni bilish uchun
tonuş üçün, tilni yo'qotmaslik üçün shundaq yerda biz bolalarni nurg'un apirmiz maktablarga. Ustozlarım rahmet, shularni uyushtirgan ve başka qarindoshlarım rahmet, Allah razı olsun. Endi biz yerda bizningki yana Uyg'ur umumiy birlik degan bir tashkilot desak bo'ladi-da. Shunday tashkilotimiz var, Uyg'ur birligi degan Cumhuriyetlik etnomadaniyat merkezlerimiz var. Shaharlik madaniyat merkezimiz var. Ularning hammasida shu xonim qizlar har bir mahallalarniki xonim qizlar yigit boshlar bo'ldi. Shular ash mahaldagi har qanday narsalarni boshqarib ipmangdi. Medeniyetimizin çekilgen hiç qanday narsa yo'q. Bizningki teatrlarimiz doim ishlab turgan, har qanday bayramlarda biz oldingi sapda biz chiqib turamiz. Yana nimalarni deb desam bo'ldi sizlarga. Mana mashinachilik nurg'un faoliyatlar, nurg'un tashkilotlar bor ekan, undan keyin gazet jurnallar chiqarib ekansizlar. Sizning vazifangiz ig'ir ekan. Hamda siz o'zingiz bilasiz, vatanda Xitoylar o'zining tili bilan bizning bolalarimizni zo'rlab o'z Uyg'ur tilini qilishga yo'l qo'ymayapti. Uyg'ur, qozoq, qirg'iz hech kimning tilini. Hamda Qozog'istonda sizlarga shu fursat bor ekan, ammo mening bir narsa so'ragim keldi. Bu fursat bor ekan, ammo Qozog'istondagi Uyg'urlar Uyg'ur tilida paranglashadi. Albatta, Uyg'ur tilida paranglashimiz hozir yaxshi degan bilan Allohga shukr. Endi o'zinglar bilsizlar, hozir mana bizning vatanda mana shunday besib butunlay hammasini tilini Xitoyning tili qilamiz deyotgandek, o'z vaqtida bizning tilimizni shunday qilgan, ammo meni o'xshash ba'zi bir insonlar uni bo'y bermagan. Meni rus klassiga kirgizib qo'yibdi ekan, meni akam rahmatli Uyg'urcha bitirdi, men buni deb o'tib ketay. Uyg'urcha bitirdi, Rossiyaga berib universitetlarda o'qib, cho'ng sot bo'ldi. Men o'zim shu rus maktabga kirgizib qo'yib, klassga kirgizib qo'yibdi, u yerda o'qimaganimda, biroq Malang degan bir ayol bor edi, ma'lum bo'lgan, shu meni yetaklab ochiq ketgan. Sen bir yerda o'qimaysan, jur, bular odamning qizi, sen jur, men seni ochiq ketay deb yetlab ochiq chiqib ketibdim men. Chiqib ketdim, haqiqatan chiqib ketdim, xo'shallik bilan chiqib ketdim. Men shu kichkina 6 yoshli bola. Xo'shal bo'lib, og'zim qulig'im yetib chiqib ketdim, bir oy o'qidim. Shu vaqtda opam rahmat больницаga tushib qilib, unutgan kelsa bir oydan больницаlardan chiqib kelsa, mening daftarimni hammasida Uyg'urcha yozilgan ekan-ku. Uyg'urcha, bu qanaqa bo'lib qoldi desa, shuni bilan meni mana shu Malang ma'lum ochiq ketdi. Dedim-ki, bu yaxshi bo'libdi dedi. Shu bilan men Uyg'urcha maktabni bitirdim. Meni ota-onam rahmatli Uyg'urcha maktabdan bitirgan. Buvalarim rahmatli, mamalarim, otajimat, anjimat, ajdodlarimning hammasi bizning Uyg'urcha maktabdan bitirgan. Biz semyamizda 4 farzand, hozir ishga inim hayot, akam rahmatli yoshga tushib ketdi 57 yoshida. Bular Uyg'urcha bitirdi. Ayillarım hozir shu Uyg'ur maktablariga nimgalar, navirlarini, bolalarni hammasini Uyg'ur maktabga bergan. Hozir shular tinmay, shu jiroq demasdan davlatdan o gimnaziyalarga olib, shu qayoq yaqin kelsa. Men o'zim shu maktabda ham ishildim, ham o'zim 4 farzandlik, men 4 farzandimning hammasini ishga qo'ydim. Shu o'zimizniki Murat Hamrayev nomli maktabda o'qitdim. Unda sirt 4 farzandim ishadi bitadi, ishga qo'ydim, ishadi bitadi maktabni. Nəvələrimdən 7'si var, 7'sini hamısını mana keyinki hozir 5 yoshga to'shmadi, Xudoyim bersa, ularning yangi yillik bayrami bor. She'riyat hozir Uyg'urchilar, ularni men shu Uyg'ur maktabiga berdim. Endi bu millat o til o millatningki oshquchi deymiz-ku. Bu tilni bilmay tursak, yana bu bir o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Albatta yo'qotib qo'yamiz biz o'zimizni. Hamon ham kunlari keldi, pushaymayapmiz. Hozir shu vaqtda bizning pushaymayotgan qarindoshlar intayin nurg'un. Nimishki biz o'z vaqtida ruschani kirib ketib, Uyg'ur so'zini qilgan qarindoshlar nurg'un. Ya'ni shular o'rganib ketdi, qarang, o'rgandi. Bu o'zimizning ana so'zga kirgandan keyin o'zimizning tilimiz to'g'ri. Allohim bergan bir til bo'lgandan keyin cho'qim Alloh taologa o'zi sep qo'ydi ekan. Shularga yana bir narsa men qo'shib o'tib ketay. Shu bizda o'zinglar bilsizlar, Aminam hajim hadimiz bor. U yoq o'zi shu 6 oydan keyin 50 farzandni boqadigan bir yetimlarni boqadigan bir onamiz bor. Uni to'g'ri bilsanglar kerak. Agar sizlar o'saqsalar so'zimni qistirib tabiyaga shu Aminam hajimimizni mesha bir передачаga chiqarsak bo'ladi. Agar bunday fursatlar bo'lsa, biz fursat yaratib beramiz. Biz har qanday shu vatan millatning ishiga jon qo'yganlarni fursat yaratib boshqalarga tashviq qilamiz. Rahmat. Siz o'rnashtirib qo'ysangiz, biz Alloh qilsa bo'ladi. Shu Aminam hajim hadimizmi mana 30 yildan beri, 30 yil, 23 yil, 30 yildan beri yetimlarni beqiyotdi.
Жыдымлан, оның қайсы милләттен қатты назар, әмісіні бақыды. Уяқ қағыны өз сөз әпәсі oldu. Немләді ма өз Аминам қажы дәп кірсаңла тапсылы. Şu яқныңки сөзі бады бейді. Біздің өйді мен нәтчінші жылы, қазір дәру есім түшмәсілігі мүмкін. Мен биядылғы мавлет өткәзгенде, мавлет өткәзген вақытында, үйімді мен мұшырдың балаға өткіз берейді. Мұшылағы мен 40 ятты балыны үйімді шақырып, мана мұш қазір мен отаған залда. Ошып, үйләге машина кіріп, әміз отырып, бұл балла, мен мұш Аминам хажымдам шақырып, мәшәді мавлет өткәзгенде өйді. Şu mavlud o'tkazgan vaqtda şu animiz şu gapni qildi-chu, doim shu gapni deydi. O'z tilini bil deydi. Mushu o'zimizning Uyg'ur tilini har bir millat o'zining tilini bilishga huquqi bor hamda nimasi bor. Undaq farz ham qarziyat tutish kerak. Boshqa o'ris tili bizga deydi, og'zimiz uchib kiraverdi. O'zingni tilini kirgizish qiyin bo'ldi, o'zing tilingdan ayrilib qolma, Allohning nafratiga uchraysan. Keyin uni kirgizish qiyin. O'risning tili o'ng'ayli kirib ketaverib, qo'llari bilan ko'zlab boshqa qaqshan. Hadrimizdan biri. Allah bir siz ruxsat qilsin, men uyoqdan gaplashib, hozir ruxsat qildim dedingiz. Xudoyim bo'lsa, mush передачаga, mushu nimamizga bir chiqma. Cho'qim biz deyish olaylik edi. Endi tilni ko'rishimiz. Yaxshi. Endi til masalasi bizningki maktablarimizda mana Uyg'ur til, shunday yaxshi ustozlar, endi shunday nimalarni o'tgan yaxshi ustozlar dars berdi-chu, maktablarda hozir yaxshi ustozlarni oladi. Ders berishlarga meni hech qanday nimam yo'q, tarbiya berishlarga hech qanday mening bir husur topqidek yerim yo'q. Shunday yaxshi maktablarni, chunki men ularning nimasini natijasini ko'raman desangiz, shu bolalarniki maktabni bitagandan keyin berib tushayotgan o'qishlarga qarab bilaman-chu. Ashta o'qish qildim. Hozir qaysi bir sohadan kirib qolmang bo'lsa, mush doktorlikdan qaysi bir больницаga kirib qolmang, cho'qim u yerda ya vrachlar bor, anda boshqa sestralar cho'qim bor. Ham yerda. Her qanday bir maktablarga borsangiz, mana shu qozoq tilida dars berayotgan muallimlar bor, boshqa tilda dars berayotgan muallimlar bor. Umuman har qanday bir sohadan bizning bolalarniki shu o'qishga tushishiga qarab, ashada o'qib, yana kelib o'zlariniki o'rnini tepib xizmat qilishini qarab men xush bo'lmanchu. Shuni qarab. Rahmat. Ana til to'g'risida jiq so'zildingiz. Biz bor imkoniyat bilan ana tilni qo'g'dishimiz kerak. Bizningki ulug' yozuvchimiz Farad Tursun ona til degan she'rida mundaq degan: ikkinchi tilning o'gayligidan qutulg'ili zodi bo'lmaydi. Men faqat mavjudman ona tilimda. Birdan bir zaminimdir, yo'l yo'q ishg'olga. Erkinman. Men faqat ona tilimda. Birdan bir tushimdir, yo'l yo'q buzishga. Durust. Endi buni ana tilga kelganda yana bir narsa men qistirib o'tib ketay. Meshaga bu ana tilni bizning maktablar berayotganini azab, hozir shu guruhida bir Tuduxan degan hadimiz var. O'zi 46-yilniki, 1946-yil vatan tug'ilgan. Shu birinchi sinfga berib qo'yiblar, yangi birinchi sinfni bitagan vaqtda biyoqlar chiqqan ekan bular. Demek 50-nechinchi yil chiqqan hisobda. Shu Tuduxan hadimiz o'zi 50 yil maktabda ishlagan ma'rif elachisi. Shu hadimizningki men hozir shunchaki yoshlarga kirib, mana 80 ga taqab qolgan ayolninki, onamizningki men bilan birga qo'llab-quvvatlab, mening guruhim birlik degan bir guruhim bor. Shu yerlar birga yurdi, hamda chaqan-chaqan ko'rishib turamiz. Shu onamiz o'zi shu til millatning ochquchi deb bir guruh ichibdi-chu, nimda? WhatsAppda. Shunda bir guruhni ichibgan, endi u yerda bizningki masha tinchlayotgan bo'lsa, butunlay mush dunyo bo'yicha Amerikada xonimlar bor-ku, o'tirdi-ku, insonlar bu yerda shart emas uniki ayol kishi bo'lsa, er kishi bo'lishi. Kim shu tilga qiziquvchilar bo'lsa, yosh bo'lishi, cho'ng bo'lishiga qat'iy nazar, shundaqlarni kirgizib, ular ham rus tilida bo'lgan qanday ana tilini tushuntirish uchun baribir ular ruscha so'zlash to'g'ri kelgan-chu. Ana tilda deydi, ruschasini deb qo'ydi. Shunlar ala unidan o'rganib, nurg'un odamlar hozir 200 o'shiq bugungi telefon qilib so'zlashganda 220 dan eshib ketdik biz deydi, gruppada o'tirdik. Menda bundaq gruppada o'tiravergan bilan sizlar endi bir tepchilinishni yuryapsizlar, xudoyim bersin inshaalloh. Bizning boshlab bir programmamiz bor, shu yerlarga chiqib so'zlasanglarmi, o'zinglar texnik bir ruhiy kuch olasizlar. Yetkizlar dunyoga deb ularga shunday maslahatni qilib qo'ydim, xushal bo'lishdi. Shu Tuduxan hadimiz sizlar cho'ng yolqinlik salmini yo'li deb, deyapman.
nima 50 yilda maktablarda xizmat qilgan ayol. Hmm. Keyin shu yoq o'zi shundoq bir to'pni echibdi-chu, to'pida shu til nimaniki, millatniki oshkuchi deb. Haqiqatan u shundoq oshkuch. Endi shu yerda bular hozir deb o'tib ketay, bular bundaq hozir men bilmayman, ko'rsatmayman, men bu texnikani yaxshi tushungankin, nevram endi 30 bo'lib ko'rsatdi. Bizniki shu elipan o'rganish shundoq nimalarimiz bo'ldi-ku. Kartinkalarimiz. Şunun ichiga bular hammasi A'dan boshlab shu oyog'icha yezib, bular rus tilida, kiril yozig'ida, undan keyin bizniki shu Uyg'ur yozig'imizda, Uyg'ur yozig'imizni yezib qo'yibdi harflarini. Undan keyin yana qaysinikini yezdi? Buni latinini yezibdi-chu bular. Shuni yezib, ashuni orqali mana xalq uchun mana shuni o'rganinglar degan nimani ko'taribdi bular. Şunu hozir shundan shu 4 harfni o'rganib, xil o'quvchilar, yoshlar olsun, cho'nglar olsun qiziqib o'rganyapti deydi. Endi menmi qanday qiziqdim bunga desanglar, endi men qiziqqa endi bunday narsani deyishga ruxsatdir. Men bu harfni o'rganishda bizning har ras ittifoq degan bir gestimiz chiqadi, hozir chiqmay qoldi deyman. Shu gestimiz shu ittifoq gestida bir chetiga shu bizning koni yezig'imiz bo'yicha chiqadi. Shu koni yezig'imizdan azato'la birdamdan o'rganib qo'ydim. Anglashil Qur'on kurslari ichilib qoldi. Shuni Qur'on kursiga bordim. Shu yerdan Qur'oncha o'qigandan keyin ilqiyat ba'zi bir harflar o'xshash bo'lgandan keyin ilqiyatdan o'rganib qoldim-da men. Keyin bu bizningki buni shunchalik bo'layotgan zulmlarimizga bizga shu Arabiston bizga hech qachon bir musulmon davlatning endi podshosi bo'lgan ashtaxyalar bizga yordam qilmagandan keyin menda bir nafrat paydo bo'lib qoldi-chu. Nimishki men bu yezib o'rganishim kerak. U ashlarning alfaviti, ashlarning yezig'i deganchi, undaq bo'lib qoldi ekan. Shuni ashlar qilishim keyin hozir tushunib qoldim. U bizniki o'zimizning Uyg'ur yezig'iga. Shuning uchun men tavsiya qilamanki, shuni o'rganganimiz durust. Chunki biz nurg'un endi tarixlarimizda yozilgan narsalar bo'lsin, shu Xudoga bilik kelgan boshqa bizniki dastonlarimizni o'qiganda, ya bo'lmasa mana o'zaro bir-birimizga mana xatlarni yozishga vaqtda bu harfimizniki Uyg'urning yezig'iniki cho'qim kerakligini hamda saqlab kelishimizga bir o'zimizni har birimiz bir hasimizni chiqarib fursat yaratib berishni men to'g'ri ko'rdim. Shuning uchun men bugun xushal bo'ldim. Bularga shu harflarni tushirib, suratni masalan A'ga almuchir qo'ysa deb qo'yaylik. Masalan A'ga almuchir qo'ygan bo'lsa, uniki shu bizniki yezikdimi A'ni ko'rsatgan har bir shu harflarimizni ko'rsatibdi. Men undan baxush bo'ldim. Shuni boshqarayotgan shu tutxonadimizga, u yerda dars berayotgan Azatgul xonimga, shundaqla Guliston xonimga, bular men o'zimning mashhurdan fursatdan foydalanib rahmatini aytib olay. Rahmat sizlarga, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Bu yerda bir azroq izoh berish to'g'ri qoldi. Bu Turkiston xalqi Ruslarninki va Xitoylarning ikki tarafdagi besim tufaylidan Sharq Turkistonda bizningki tilimiz, yezig'imiz tortilinib, Xitoylarninki yezig'i zo'rlandi. Rus tarafda Kiril yezig'i. Hammaylar Kiril yezig'ida o'zininki gapini ifodalaydigan bo'ldi. Endi biz hozirgi kelganda Turkistonda bizning qo'llanayotgan yezig'imiz Uyg'ur yezig'i. Uni Arab yezig'i deb Bunga bir ism qo'yib oldi. Xato. Ham koni yoziq deb qo'ydi. Bu mu xato? Asli bizning yoziq. Faqat Xitoylar uni orliqda latin harfiga o'zgartgani uchun, oqidan yana qaytarib bergani uchun a konisi ma yangisi demoqchi. Koni yangi yo'q. Bular bizningki orliqdagi odamlarimizningki bilimda uzilish uchun, o'zaro aloqalanmaslik uchun yoziqni almashtirib o'ynadi bular. Agar hokimiyat o'zimizning qo'lda bo'lsa, biz buni texnik chiroyli isloh qilgan bo'lardik. Lekin bu Uyg'ur yezig'i. Anadan keyin O'rta Osiyo tarafdagilar Kiril yezig'i ishlatdilar. Endi biz bilamiz, shu Yahudlar 2000 yildan keyin o'zininki tilini, yezig'ini tepib oldi. Chunki bu millatni saqlanib qolish uchun pek muhim. Bo'lmasa bo'lmaydi-da. Endi biz hozir Uyg'urlar biz Sharq Turkiston ichidami, sirtidami bir yeziq tufayli talash tortish qilib turyapmiz. Kiril yaxshimi, Arab yezig'i yaxshimi deganda qilib, Arab bu bizning yeziq, Arab yezig'i emas. Biz shu tarixiy sharoitda biz Arabdan qabul qilgan va o'zimizning yezig'iga aylantirgan. Hozir Uyg'ur yezig'i. Shu yeziqda yozilgan narsalar bizga vakillik qildi, biz shunga vakillik qilamiz. Xitoy bilan bizning farqimiz G'ulom Usmon apandimi dedi burun. Ma xatni yezib, men ma xatni ishlataman deb yezib qo'ygandan keyin Xitoy yezig'i bilan olam shumul farqimiz bor bizningki. Demak, shunning qarab bular o'xshamaydi ekan degandan bilgil oldim. Mandaqmi bir tarafı bor. Qat'iy o'xshamaymiz. Hamda
bizde işte yazık tüpeyle bir mesela biz yazganını sizler okuyamaysızlar, sizler yazganını biz okuyamaymiz. Müştak bir nim var. Lekin biz çoxum bilishimiz kerak. Jiq narsalar yazıqda saqlanib qolgan. Mencha bo'lganda endi Uyg'ur yazığı umumlashish kerak. Öğrenmegenler öğrenish kerak, o'rtoqlashish kerak. Hatto biz ehtiyoj beldim bo'lsin, bizmi kiril yazığını öğrenib olsak, sizlarning ahvolinglarni bilishga texim foydasi bo'ladi deb qarayman. Mayli qanday tirishchilik ko'rsatmayli, o'rtoq bir yerga kelsak, yazığımız o'rtoq bo'lsa, bizning o'rtoqligimiz texim oshadi. Tilimiz albatta o'rtoq. Biz butun Türk xalqining tili o'rtoq albatta. Sizcha O'rta Osiyadagilar qaysi yazıqni ishlatgani, qaysi yazıqqa birlik kelgani yaxshi bo'y? Siz Endi buni bizni agar hozir yaxshi tushuncha berdingiz, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bilib oldik buni, aniqlab oldik. Endi bu yazıqni bizning uynib qo'yganimiz bizga atiq bo'lmaydi. Ilqidetga 41 til bilganmi, ozlik qiladi, 41 hunar bilganmi, ozlik qiladi debdiki. Shuning uchun bu tilni bilib qo'yganimiz, tilninki keldigan shu yazığimizni o'zimizning Uyg'urning yazığı bo'lgan bo'lsa, buni o'rganib qo'ysak bizga hech qachon atiqchilik qilmaydi. Onunla bir qiyinchilikmi yo'q ki, o harfni o'rganib qo'ygandan qo'shib yezib ketavergansiz, chunki beshimizni o'tdik, buni bildik. Endi bu yerda bizniki hozir O'rta Osiyada o'zinglar bilsizlar, bizning umumiy tilimizga biz latin yazig'ini qilyapmiz-ku. Masalan, O'zbekiston o'tib bo'ldi bu yazıqqa, biznikilar o'tyapti, Xudoga shukri. Biznikidan shunday bo'ldi. Az vaqtdan keyin buni siz degandek boya tillar orqali adashtirish ishlari, shu bizning dadam rahmatlilarmi biz kichik vaqtlarimizda latincha yozatdi-ku, bir daftarlar qarsam latincha yozatdi. Keyin bular kirilcha yozilgan bo'ldi. Bir daftarlar qarsam shuna, chunki dadamning xizmatlari shu yazıq bilan bo'lgandan keyin dadam qandaq desam, mashtaqni yozinglar dedi, biz mushni yozyapmiz, yozgan deydik dedi. Keyin kiril yazığı o'tib ketdik, kiril yazıqda umumiy bo'ldik, umumlashdik. Endi hozir latin yazığı o'tyapmiz-ku. Latin yazığı. Shuning uchun bu O'rta Osiyada endi bizniki o'zimizniki bu yazığimizni menimcha olsa qiziqib o'rgandi. Biz millat o'zimizning har qanday narsamizni, qaysi millat bo'lsin, o'zining har qanday bor narsani, bor tarixini saqlaganning o'zi bir ruhiy bir kuch, ruhiy bir vijdonliq bir inson deb tushunmayman undaq insonlarni. Shuning uchun buni biz maktablarda biz buni mashtaqni beringlar deyishgimi, bizniki maydiki nimamizga to'g'ri kelmaydi-da. Bu yerga qonunlarga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun buni har kim o'zining ixtiyori bilan o'rgansa, u hech qachon qilmaydi. Bizning nurg'un ishimiz millat vatan uchun, mustaqilimiz uchun bo'lsa, o'zimizning ichimizdan chiqarib, ishinib turib, butun jahonni yengib turib qilishimiz kerak. Shu nuqtadan demoqchi. Masalan, bizning kirilni yazıqni o'rganmoqimiz uchun nurg'un ish ketadi-da. Masalan, bizda unday bir fursat yo'q. Ammo aşağıdaki ahvolni bilib turish uchun va sizlar bilan paranlashish uchun ba'zida mesela aldın G'ulom Usmon efendim dedi. Ben kiril yazıqini hech qanday qiynalmay yozaman, o'qiyman deb. Shunga o'xshash. Bu bizdagi muhabbatdan, sevgidan, ehtiyojdan keladi. Shunda qilsak bo'ladi. Ammo o'rtaq yazıq shaklda biz o'rtaq bir yazıq to'xtalsak, bizningki o'rtoqligimiz oshadi demoqchi. Rahmat. Endi bizningki oxirgi bir savolimiz, bizning butunmuş ana tilini qo'g'dash, uningdikimish barliq ishlarimizga bir shart var. Mustaqilligimiz o'zimizning qo'lda bo'lmasa, buni hech kapolat qilolmaymiz oxir kelganda. Sizcha bu to'g'rimi? Mustaqillik degan so'z bu intayin bir esil odamning shu ruhini shunchalik bir 7-qavat ko'tamizmi, bir 6-qavatga ko'taradigan bir kuch bu mustaqillik degan so'zning o'zi. Bu shundaq bir ruhda adam bo'lsa bo'lish kerakkin, mush ko'tarilib ketman. Men masalan mustaqillik degan so'zni anglasam, shundaq bir parvoz qilib ketmanchu. Endi bu mustaqilligimiz texchi yo'q, buni qanday qilamiz degan gap yo'q bu yerda. Bu yerda mustaqilligimiz cho'qim bizning bo'ladi. Chunki bor narsa yo'qolmaydi, yo'q narsa bor bo'lmaydi degan bir nima bor, fizik qonun bor. Bizniki davlat qurgan millat, biz davlatlarning imperiyalarni qurgan millat, biz butun dunyo madaniyatimizni to'ntgan, butun dunyoga yazıqni to'ntgan, butun dunyo qog'oz chiqargan bir millat bo'lsak, madaniyatda bir safoliq bir nima sog'lom bir safoga ega bo'lgan bo'lsak, biz qandoqlarcha biz bu mustaqilligimizni qo'lga yetkazolmaymiz deymiz. Yo'q, biz cho'qim yetimiz. Mening umidim shunga
Baçı men ümitimni üzmeymen. Ümitsiz o adam şeytan deydi. Ümitsiz faqat şeytan boldu. Men şeytandan qetligim kelmeydi. Men ümitli yaşawatqan adam. Endi buningga nima qandaqlachi bu sizde shunchalik bir ümit bor desiniz ve özümden shunchalik bir ruh bor ekan. Bizning ailelerimiz shundaqka o'zi. Men 4 atam uchun men surishtirdim. Adli cemiyatlarimdan. Ularning hamsi shu yatsuluq Uyg'urlarga. Yatsılık Uyg'urlarga men hattoki tarixchilardan so'radim, men qayerlik bo'lishi mumkin deb biz endi bozor chiqqan ekan mening so'zlarimga qarab bizning vatandan chiqqan qarindoshlar ko'pincha optim deb qo'ymiz nima do'ng sotadi-ku. O'shalar berib biz tovarni elib mayoqlar akilib sotgan vaqtimizda ishlar paranglar qilsam, "Hada siz qayerninki?" deydi. Men Mashaniki desam ishonmaydi. "Yo'q, siz vatanning qayerdan?" deydi. "Voy, mening vatanim Masha, men vatanim Mashaninki." desem işenmeydi de bular. İşenmisanlar bu meseleyi de bir kısıkçı dep desem ular sürüştürüp aşı tarihçiler dep sizni ya Xotan'dan ya Turpan'dan dedi deydi. Meyli qayanın desi men yat sonu. Dedim şunu çılap endi mening demek çoğudum şu adamniki hakikaten bu vatanni söyüş bir iman cümlesinden deydi ki bu imanlık adam çokum vatanni söyüp ügündü. O ügündiğen bir narsa emeski. Buraya bir okuduğun bir narsa emeski. O adamın işinden jürgünün kaynap durup jürgük bilen ya keçisi uyuklamaydı ya gündüz uyuklamaydı bir ruhi küçke. Ruh asıl 20 gram buldu deyken rasmiyagan bilmeyme onu alımla bildi elbette doktorlar. Doktor tarafından alımla. Ruh 20 gram deyken okuyan bir yedin. Şu bir 20 gramlık ruhumuz bizden üzülüp çıkıp ketken bir ceset bir ten kaldı. Şunun için ten bilen bu ruh işkisi bir dostu oğandan keyin menimcha olsam şu ruhimizni kuchlantirish uchun biz haqiqatan buni kallımızga baribir buni kallı bizga nima avatgan ekan, signal avatgan ekan, baribir o'ylashimiz kerak. O'ylagan ekan berib bu ruh uyg'un ekanda bunda o'ylasak. Shuning uchun bu vijdonimizni, bizniki ruhimizni kuchlantirish uchun faqat vijdon kerak. Yurak bilan suyishimiz kerak, ishonishimiz kerak yaxshilikqa. Cho'qim biz albatta biz vatanni qo'lga olamiz. Bundaq o'tib ketmaydi deb shuni ishonishimiz kerak. Yani men bir narsani deb qo'y, qiziqki bu hayotga ilingan narsalarni so'zlayapman. Hozir men bir tarixchim emas, men bir politik, yani siyosatchim emas, men bir geograf emas, nimadan tekshirgan. Men o'zinglar ko'rdinglar, aytib ketdim kimligimni. Biroq meningki bu vatanniki texmo bu menda ko'nishdiki men o'zim ba'zi vaqtlarda hayron qilman. Etrafımda alindiğalam hayran kaldı. Bu qandaq siz nimiş tınmaysiz, nimiş bir aram almaysiz, nimiş palanya bir köngde içip gelmeysiz, bu sayarmındaq bovadır, men yeni yıllarım çakırdı. Mening bağım kelmedi hazırca. Men özüm gideymen, meni hazır xoşal bolgan vaqtim emas. Mening şahsen özüm isla o impliverin islam bir xizmetni qıvatsızlar, Uyg'urumni xizmetini hem Uyg'ur qıvatıdı. Bütün dünya tinchlik saqlash uchun cemiyetimizde meşadim Qozog'istonimizda cemiyetimizde saqlash uchun hammamiz bir xizmat qilyapmiz. Endi şu yerda men bir qiziq yeri qarang, biz 90-yili yo'ldoshimninki salomatliginiki o'salligidan biz 90-yili Malvayga ko'chib ketdik. Shu Malvay ko'chib ketgan vaqtimizda shu yerga borgandan keyin menikilar vaqtida buni detsatka yasliga boradi-ku, bog'chaga boradi. Shu bog'chadan o'rischa so'zlaydi bular. Shuni biroq uyg'ur so'zlaymiz. Shuning o'zida biz u yoqqa Malvayga borgan vaqtimizda bir 5-6 kun o'tgandan keyin mening shu ikki qizim hozir ular cho'ngib ketdi, 37-35 yoshga kirib ketdi, bachaq bo'ldi. Shu ikki qizim talada vaqtida biri 4 yosh, biri 2 yoshdan oshgan, shundaq vaqtda 90-yil 88-ning 86-ning bo'lgandan shundaq gap. Biroq gap qiladi bular. Shuni bilan bu talada o'ynab etib, derizani endi men o'tirib kichik alimni qarab o'tirdim. Talada o'ynab etib, bu top o'ynab o'tirib, sara emasmi, sara bo'lganki bola talada kirmaydi-ku. Shuni bilan qiyada o'ynab etib, cho'ng qizim Dilnara qizim deydi, kichigiga Gulzoraga. Gulzora deydi, rushlab davatdi. Мы приехали в Uyg'uriston deydi. Men gapni biz Uyg'uristonga keldik deydi rushlab. Endi biz Uyg'ur gap qilishimiz kerak deyotdi. Men qarang, mayli Uyg'urcha shu saratga Uyg'urcha gaplarni anglab meldiki, shundaq deyotdi. Uyg'ur so'zlashimiz kerak, endi Uyg'urcha o'rganishimiz kerak deb ruschalab deyotdi. Men ashad o'tirib, derizni endi yig'lab ketdim qarindoshlar. 90-yil bu yangi biz bo'linib qolgan vaqtimiz. Shuni bu adamning ichidan qaynaydigan narsa ekanda dedim, chiqib shuni bilan men dedim, bu bizning Qozog'istonimiz bolalarimga qo'ydim. Uyg'uriston degan yermi bor, u bo'lsa u yoqda Sharqiy Turkiston degan bir yerimiz var bizniki. Hamma turkiy tillarninki ati so'g'an yerimiz var. Xudoyim bo'lsa, ashara biz yetimizsam, "Apa, biz qachon boramiz shu yerga?" deydi. "Boramiz balam, Xudoyim bo'lsa, inshaalloh boramiz, ko'ramiz vatanni" deb. Shunda qildim. Undan sirt meniki inimning balasi var, Mansur degan-chu. Navrisi to'y. Navrisi var shu Mansur
3 klass mekin? 3 klass. Yani çoğunluk kaldı hazır. Şu 3 klass vaqtida nimga kirgan ekan, maktab kirgan ekan, gimn o'ynaydi emasmi? Kunda gimn o'ynaydi. Bizning navralar mana gimnlarni yaxshi biladi. Kichik 5 yoshli bolalar mana shuni aytib yurdi. Kunda gimn o'ynaydi. Gimn etildi. Shu gimn etilayotgan vaqtida shu bolamiz etib bo'lib yig'lab ketibdi. Navramiz shu. Inimniki izohninki. Shu Mansur debdi, nima yig'layapsa desa, nimishga o'ruscha maktab borda, nimishga bizda o'ruschalab so'zladi, nimishga bizda gimn yo'q uyg'urcha debdik. Men qaraman. Mushlar qarab, men deyman, tova bu ishlar mun odamning ichidan qaynaydigan narsa debchi, endi ichimizda qaynaydigan uning bir universitetimi yo'qka, bir akademiyasimi yo'qka, institutimi yo'qka, bu ichimizdika, shu yuragimizdika bizniki. Mana shunday ishlar o'tgan. Rahmat. Dadam rahmatliman de vaqt qis bo'lib qoldimikin? Bir endi o'zimnikini yana desam, shu dadam rahmatlik meniki Katmanda tug'ilib, Katmanda cho'ng'ilib, 18 yoshda ularni armiyaga ketdi. Bizda Sovet hukumati shu vaqtda 18 yoshda armiyaga ketgan ekan. O'sha Moskvaniki atrofiga berib tushdi ekanda, Moskvaga tushdi. Shuning bilan o'shada bitirib, o'sha qaytaman davatga vaqtida 41-yil tuyuqsiz urush boshlandi. Hadab urushmaymiz, bir-birimiz yordam qilamiz, sizlarning texnikalarni o'sal kelsa, yangidan taraqqiy etamizlar deb Sovetlar kelishgan bu German faşist Hitler shundaq gaplarni qilib ketgandan biroz kelib bir 3 oy 4 oy o'tgan kelar osmondan shundaq nima kuchli samolyotlar, yerdan tanklar, nimalar soldatlarning hamsi, harbiylarning hamsi shundaq chiroyli kiyingan, qattiq kiyingan, qishqa yozga tomoqlari ularniki. Ular tayyor bo'lgan ekanda, shu so'qishga tayyorlangan odamlarda ular. Butun dunyoni olamiz degan ularma Hitler faşistlarmi. Xuddi shu Xitoy faşistlar o'xshash butun dunyoni olamiz, butun dunyo hukmronlik qilamiz degan. Uningga Alloh taolo ham qo'ymaydi ekan. U beshimizdan o'tdi. Qo'ymaydi uningga hech qachon Alloh taolo. Hukmronlikni Alloh taolo ham qildi butun dunyoda. Ular qilmaydi. Shuning bilan shu dadam rahmatlik shu so'qishga ashtig'il ketdi, ketgandan keyin shu partizanlar deydi-ku, ularni otliq askarlar, tog'mi tog' sumsi o'tadiganlar ular. Shunda xizmatni qildi, shu otni ko'ndirish, nimasi dadam bir xosiyat bor deydi. Asov otlarni ko'ndirish. Shuning bilan shu otliq askarlarga ketilib ular ketdi, ketib shu Germaniyaga az qolgan vaqt dadam oyog'idan kichkina o'q etib ketib, o'qtagan vaqtida shundan bir nemis ayol chiqib, ya'ni men yarangni saqaytay deb saqaytib, keyin kelayotgan otryad qo'shayotgan ekan. U uniki endi insoniy bir o'ziniki fazilatlik bir insoniy inson haq-huquqlar degandek shundaq bir inson ekanda, shundaq qilib qolgan. Keyin bu Reichstagga berib, nimada Berlingacha berib, ashada bayroq qadag'anlarning birida dadam rahmatliklar. Shu dadam bayroq qadag'anlarning biri bo'lgan keyin menda shundaq bir ichimda bir sezim borkin, shundaq bir o'y bor, shundaq bir ruhning ichida bir kuch bor. Men nimishga meni dadam rahmatlik shundaq bir uzoq bir katmanlardan, uzoq bir Moskvada служить qilib, uningdan chiqib, shu nimalarga yetib berib, bayroq qadag'ayadi bo'lgan dadam rahmatlik meniki umrimni o'tib ketdi. Meni dadam rahmatlikniki 2005da qaytish bo'ldi. Shu dadam rahmatlikni deydi, bizning bir vatanimiz o'z oldimizda yaxshi bo'ladi, chiqib ketsa deb armon qilgan deydi. Ammo qancha armonlar baribir yad qolmaydi ekan. Xudoyim shukr qildi. Armon qilsak, vatanimizning bayrog'ini Sharqi Turkistonning ay yulduzli ko'k bayrog'imizni vatanimizga olib taqashqa sizga bir fursat keladi. Mana ko'rib turibsizlar, sizga o'xshash isil odamlarimiz bor. Vatanimizning mustaqilligini cho'qim qo'lga keltiramiz. Amin. Xo'sh, biz Sharqi Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltiramiz deyishga arziydigan bo'lsak, mening shu Sharqi Turkiston surgun dokumentini yaratmaydiganlardan bir savol so'ragim keldi. Bizning mushundaq odamlarimiz bor, sizlar ko'z qilmaysizlar. Endi Xitoylar bizga tarbiyalab o'tgan, partiya maktabda o'qitib, partiya kirgizgan odamlar sizlarga lider bo'lganda, uningdan keyin xo'sh bo'ladinglarmi? Yoki bizga haqiqiy Sharqi Turkistonning jangchilari kerak? Yaxshi o'ylanib boqinglar. Vatanning mustaqillik uchun jangchi kerak. Mustaqillik aqidasi va inson kerak. Kallanglar ochiq bo'lsin, ko'zinglar yo'q bo'lsin. Mustaqillik irodasi bo'lmagan xalqning kelgusi hargiz xayrli bo'lmaydi. Bizning yo'limiz ya o'lim, ya ko'rim. Xuddi Salih Xudoyor 23 dekabr biz namoyish qilgan deginiga o'xshash,
ya mustaqillik, ya bilim. İnsan insandek yaşamak gerek, insandek ölmek gerek. Ahırda bizning Xo'ja Muhammad deb bir shoirimiz var. Merhum shoirning bir she'ri bilan bu programmamizni oxirlashtiraylik. O erning ippiti degan bir she'rida mundaq degan: Vatan erning ippiti. Vatan erlarning yatlashgan e'tiqodida, suslashgan imonida, dodlashgan pichig'ida, chanqab yotgan bir siqim tuproq, qonga, vijdonga. Xeyr. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Gulvarim xonimga ko'p rahmat. Hammanglarga xayr xo'sh. Allohga emanet. Xo'sh, Allohga emanet.